Joriy yilning 5-mart kuni Prezidentimiz rahbarligida o'tkazilgan korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengash yig'ilishida belgilab berilgan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasida korrupsiyaga qarshi kurashish ustuvor vazifa mavzusida tadbir tashkil etildi. Dastlab huquqni muhofaza qiluvchi organ vakillari tomonidan korrupsiyaning kelib chiqish sabablari va uning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar haqida ma'lumotlar berildi. Tadbir davomida soliq xizmati organlari xodimlari o'z xizmat vazifasiga vijdonan va mas'uliyat bilan yondashishi, poraxo'rlik va ta'magirlik kabi illatlardan yiroq bo'lishi lozimligi alohida ta'kidlandi. Bu tadbirda korrupsiyani oldini olish, o'z kasbiga sadoqat bilan yondashish, faoliyatini halol tarzda olib borish va nimalarga e'tibor qilishi kerakligi haqida qisqacha tushuntirishlar berib o'tildi. Shu jumladan dinimizda korrupsiyani oldini olishga qaratilgan hadislardan misollar keltirib tushuntirishlar berildi. Ayniqsa bugungi kunda zamonamizning eng katta kasallaridan, kushandalardan biriga aylanib borayotgan bu radikallashuvni oldini olish masalasiga ham alohida to'xtalib o'tdik va shu bilan bir qatorda mana yaqinda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi vijdon erkinligi va din sohasida davlat siyosati konsepsiyasi va uning bandlari bo'yicha, boblari bo'yicha ham davlat tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan davlat tashkiloti xodimlari va rahbarlarining bu boradagi faoliyati haqida alohida to'xtalib o'tilib, ushbu konsepsiya bo'yicha tushuntirishlar berildi. Shuningdek, jamoat ishlarida korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish, kasbga sadoqatli va halol kadrlarni tanlash, ular ongida poklik va adolat g'oyalarini mustahkamlash zarurligi qayd etildi. Sardorbek Lolayev, Ilyos Rahmatov, Zamin onlayn axborot tahliliy dasturi uchun ishonch.